Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xilma-xil mollari hamma olish kerak. mol oladi, boshqa qiladi, mol bozori keladi. Har xil turli mollarni olaman deydi. Lekin bitta tavsiyamiz bor. Shu mollarni sotib olganda eksteriyeriga qaranglar. Yangi tuqqan mol chiroyli, mana badanlari o'zi ham chiroyli turadi, uzoqni yatishini qarang. Lekin mana mollarning badani tulashni boshlagan. Bu degani yangilanyapti. Hujayralar yangilanyapti, shuni hisobiga tulayapti, значит, mol yosharyapti, sog'lomlashyapti. Lekin bularning undan tashqari sog'lig'ini ushlab qolish uchun hozir rosa stomatit, yorig'i boshqa degan kasalliklarni aytishyapti insonlar. Shu hayvonni o'zi siz sotib olganingizda sog'lom bo'lishi mumkin. O, suzyapti. Sog'lom bo'lishi mumkin, bolasini himoya qilib. Lekin uyga olib borganingizda transportirovka payti shuncha hayvonlarni ichiga kelgandan keyin infeksiya boshqa yuqishi mumkin. Chunki mana axlat bilan, sut bilan, boshqasi bilan organizm o'zidan chiqaradi-da. Alloh subhanahu va taolo shunaqa qilib qo'ygan. O'shanda mana sotib olganinglarda olib borgandan keyin dezinfeksiya qilish kerak. Og'zini, tuyoqlarni yaxshilab chayish kerak. Shu kelganinglarda o'zingizlar avvalo borgandan keyin mana oyoq kiyiminglarni tozalab, ust-boshingni almashtirib kirsanglar, shunda infeksiyani oldini olasizlar. Yangi mol sotib olishdi. Bular ham agar uyga olib kirishdan oldin, molxonaga olib kirishdan oldin dezinfeksiya qilsa, inshaalloh oldini olib qoladi kasallik bo'lishi. Assalomu alaykum, hurmatli qizlar. Mana ko'pchilik qiziqtiradigan savollar bor. Chiroyli hayvonlar oldinglar, bularni yetiltirish kerak. Hamma reklamalarni ko'radi, boshqa qiladi, hamma chiroyli ko'rsatadi endi yetilgan hayvonlarni. Shunda tavsiyamiz bor. Bularni olgandan keyin birinchi dezinfeksiya tozalash ishlarini olib borib, o'zlarini ektoparazitlarga qarshi obrobotka qiladigan dorilar bor. Shularni qilgandan keyin hayvonlarning o'ziga ham qo'shimcha vitamin, mineral moddalar kerak bo'ladi. Shularni ham qo'shib berib tursanglar, o'zini strukturasida, parodasidan qat'iy nazar yaxshi yetilaveradi. Bular tez pishadigan sort bo'ladi. Bu yerda aralash bo'lyapti, lekin ko'pi bari qozoq. Oqbosh qo'shilgan sinjovli paroda. Chiroyli. Hammasi mana ko'sh qaytarib turibdi, zo'r. Bu degani yaxshi. Ani og'zi ko'paylayotgani yana bu kasallik deb o'ylamaydi. Uni bilish uchun og'zi ochib ko'rish kerak, yaralarga e'tibor berish kerak. Lekin ko'sh qaytargan o'zida ham keyin suv miqdori kamayib ketsa ham og'zi ko'payadi. Ko'zlari ichiga kirib ketadi. Suv miqdori kamayib ketsa ma'lum. Lekin bular hozir mazza qilib jivachka qiladi. Почти hammasi. Qorasi rosa jivalaygan. Ko'zi sal latib. Ko'z yoshlangandan ham bilishingiz mumkin. Bu narsa tegan bo'lsa ham latib. Assalomu alaykum. Bir 15 yil oldin o'ylab topgan metodim bor, uslubim. Bir paytda o'zida hayvonga 3 ta har xil turdagi bir-biriga antagonist bo'lmagan dorilarni jo'natsa bo'ladi.